bilasizlarmi? Unda o'tmishga e'tibor berib qarasak, oldin fohishalar kam bo'lardi-da. Ayollarni, misol uchun, yomon yo'lga kirganlari kam bo'lardi. Aynan o'shanaqalari chiqdi-da. Erkaklar bilan gaplashib, yo'q qilib, ko'nglini olib qo'ygan eringni, yo'q-yo'qla deb rosa ayollarga tosh otishdi. Keyin ayollar ko'tarildi, u qildi, bu qildi, o'yladiki, ayollarimizga ular shunaqangi informatsiya berdiki, erdan ajrashib birovga o'ynash bo'lish qiziqroq, sevimliroq bo'lasan, qadrliroq bo'lasan degan tushunchani berib qo'ydi-da. Bilib bilmagan holatda ayollarimiz erkaklari bilan ozgina urushib qolsa, oilada kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar, qaynona-qaynotasi yoki bo'lmasam oldingi zamonlardan bo'lib kelgan yechimi bor muammolarga yengillik bilan qarab, уже ajrimlar ko'payib ketdi. Ajrim ko'paygandan keyin o'sha fohishalarning konkurentlari ko'payib ketdi. Bora nima bo'ldi? Erkaklarga vazmo'sh yaraldi. Bemalol fohishalarning turi ko'p, arzoni, qimmati, chiroylisi, xunigi har xili chiqib ketdi. Yangi tovar deydi. Yoshlar ham shu yo'lga kirib ketdi, boshqa bo'lib ketdi, qadriyatlarimiz buzilib ketdi, fikrlashimiz, dunyo qarashimiz buzilib ketdi-da. Keyin vaqt o'tyapti, qarasa, ana yoshi o'tib qolayotgan fohishalar, mamarozalar, boshqalar, o'sha erkaklar tovar ko'pargandan keyin bu tovarga nisbatan boshqa tovar qiziqroq tuyulib, bunga ehtiyoj уже so'nishni boshladimi? Bunaqa ayollar ikkinchi xotin bo'lgan yoki bo'lmasa o'ynash bo'lgan ayollar bir pasda erkagiga ishonma. Kecha seni yurardi, kecha seni oyog'ingni o'pib, kaypingni qilib, u qilib, bu qilib, ko'nglini olib qo'ygan paytda sen yaxshisan, keyin yana ketishadi, unaqa bunaqa deb. Aslida tegini surishtirsak, ayollarni buzvordi. Erkak bo'lmay qolgani, hech bir lavzda turmay qo'yganini asl sababi o'zimizda. Bu narsani tan olish kerak prosta. Men hech kimni ayblab yoki boshqa qilib uyda o'tirgan ayollarga nisbatan gapiryapman. Fohishalarga emas, uyda o'tirgan ayollarni men ayblayotgan joyim yo'q. Sizlar dunyodagi eng baxtli ayolsizlar. U fohishalar bugun bir xohlagan kiyimini olish uchun qaysidir erkakga yalinadi yoki bo'lmasam o'shan bilan isqirt ishlarni pastelda qilib berish kerak bo'ladi. Tushunasizlarmi? Sizlar o'ylagandek u men unaqa desam buni olib beradi, unaqa olib ber, unaqa emas. Ular ko'rinish, o'zini tasvirlashi shunaqa. Ne harom isqirt sizlar hattoki so'yib tashasa ham qilmaydigan ishlaringlarni bitta mef-peflarni bitta-ikkita nyuxit qilib, kerak bo'lsa eringlarni oyog'ini ham o'padi. Shunaqa isqirt ifloslar bor. Men o'z ko'zlarim bilan videolarini ko'rib yig'lab o'rganman. Bir tarafdan achinayapman, bir tarafdan o'zi tanlagan hayot. Tushunasizlarmi? Shunaqa insonlar bor atrofimizda. Biz o'shalarni bizga berayotgan, ya'ni erkaklar yomon deyapti. O'shanaqa ayollarga yomon erkaklar uchragan. Keyin ayollarga shunaqa informatsiya yig'ilyaptiki, demak erkaklar shunaqa deb o'zimizni, juft halolimizni ularni hayotida bo'lgan erkaklar bilan sifatlab qo'yamiz. Sal urushsa, sen ham o'sha erkakga o'xshaysan, ertaga urasan, o'ldirasan meni deymiz. Borliq bizga bu narsani realizatsiya qilib beradi. Qanchalik shunaqa yomon narsalar bilan, yomon gaplar bilan ovora bo'lib yursak, bu narsa bizning hayot sifatimizni dabdalasini chiqarib tashlaydi. Keyin qarg'ishga kelsak, o'sha fohishalar, например, sizni hayotingizga zarari tegmayotgan ko'chani ayollarini qarg'aysizmi? O'sha qarg'ish sizga tegadi. Ya'ni qanaqa ma'noda, agar sizni eringiz bilan yurib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasa sizga nisbatan yomonligi tegsa, общий planda aytib beraman. Xullas, menga ko'pincha aytishadi, o'qitishyapti, u qilishyapti, bu qilishyapti, qo'rqaman, uryapti menga kasri deydi-da. Men aytaman, agar siz u insonga yomonlik qilmagan bo'lsangiz, o'qitayotganidan umuman qo'rqmang. U tegmaydi. Nimaga? Agar siz kimgadir yomonlik qilmagan bo'lsangiz, borliq sizga jazo bermaydi. Qachon borliq jazolaydi? Qachonki siz u insonni haqiqatan ham dilini og'ritgan bo'lsangiz, primoy qilaman, bliskiyda. Ancha gapirib qo'ydim, iltimos buzib yubormang. Keyin agar o'sha insonga siz yomonligingiz tegmagan bo'lsa, ya'ni ba'zida biz blogerlarga ham, misol uchun menga ham bitta ayol yozib yuboribdi-da. Sani shunaqa ering ursin,
uyingdan chiqish tugul joyingdan jilomiy qolgan deb qarg'abdilar-da. Men ularga yomonlik qilmaganman yoki bo'lmasa hayotiga zararim tegmagan. Umuman общий qilib aytaman-da. Umuman ba'zi bir insonlarning hayotimizga zarari yo'q, lekin qarg'aymizmi? Ishoninglar, o'sha qarg'ish o'zimizga tegadi. Nimagaki biz unga yomonlik qilmasdan turib qarg'avomizmi? U bizaga keladi. Agar u bizaga yomonlik qilib qo'ygan bo'lsa, haqiqatan ham bizani dilimizga, oilamizga qanaqadir moddiy taraflama yoki jismoniy taraflama jazolab qo'ygan yoki bizaga og'rig'i teggan bo'lsa, bitta qarg'asak, misol uchun Allohga soldim desak, borliq o'zi jazosini berib qo'yadi. Nimaga? Chunki sizlar misol uchun unga yomonlik qilmadinglar. U sizlarni qarg'avyaptimi, o'ziga uradi. O'shaning uchun xavotir olmanglar. Umuman xavotir olmanglar. Lekin negativ yozayotganda iltimos e'tiborli bo'linglar. Men bu narsani unutib yorarman, lekin borliq sizlarni jazolashi mumkin. Nafaqat menga, balki boshqalarga yozayotganda ham e'tiborli bo'linglar. Ba'zi bir paytlarda o'sha paytdagi fohishalar bizani erlarimiz yoki bo'lmasa otalarimiz yurgan bo'lsa yoki o'sha momentlardan oladigan bo'lsa, qarindosh urug'imiz, tanish bilish yoki begona erkaklar yurib tashab ketdimi o'shani, demak o'sha ayolda bunda bir ayollikni topolmagan, xiyonatlarni ko'rgani uchun, pulga o'chligini, iflosligini bilgani uchun tashab ketganda, unaqalar auditoriyasidan foydalanib, Instagramdagi bloglardan foydalanib yurgan erkagiga yomonlab, unaqa edi, bunaqa edi, mana qilib yurardi, unaqa qilib yurardi deb rassa qora toshlar otadi. Lekin bir paytlar og'zi burun o'pishib, pastellada birga bo'lib yurishadi, u narsalarni unutib qo'yadi. O'shaning uchun ayollar qarg'ishdan oldin o'ylanglar, ko'ringlar, tushuninglar nima bo'layotganini, his qilinglar. Har doim ham biza o'ylagan narsa, biza o'ylaganchalik hayotimizda yomon rolda bo'lmasligi mumkin. Sizlarni yaxshi ko'raman.